Assalomu alaykum va bir mutaqiqa. Assalomu alaykum. Xorazm güch markaziga keluvchilar. Ro'zaga yaqinlashib qoldi, shuni munosabat bilan guruchlar aksiya qildi, arzon qildi. Mana Xorazm guruch markazida mana narxlarni ko'ringlar. 7,5 ming so'mda Guliston guruchlarimiz bor. Xorazm guruchi bor. Sirdaryomiz. Bu yoqqa qanday axtiringlar uzr kelmaydi. 8,900 so'mda alangalarimiz bor. Va 11 ming so'mda mana ko'ringlar. Nazirlarimiz bor. Narxlar tushdi, sifat tushmagan. Habiplarimizda bir xil ketyapti. Kelinglar, xarid qilinglar, ro'zg'oringiz baraka bersin. Kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat. Bu aksiyalarimiz davom etyapti. 3 ta filialimiz edi. Chernayotgan yo'ldagida, Olmazorda va Bet Hasanboyda lokatsiya so'raganlarga tushuntirib o'taman. Manzillar Keresmosdan kelishdi. Bu yoq chap tomonda zapravka bor, metan zapravkasi. O'ng tomonda Xorazm güch markazi bor. Aylantirib yuborgan. Xorazm güch markaziga kelinglar, kutamiz. Laytdan bosib tashlaylar, kompyuterga yozinglar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.